Abduqodir Husanov sinfdoshlari o'tirishida. Abduqodir, yaxshimisan? Sinfdoshlar o'tirishiga ham kelgansan. Qara, ana bu mashina magistrga minib ketyapsan. Agar shahada to'y yo'lga chiqib, arendasini beraverardim. Bo'pti, bolalar kutib turib gaplashamiz. Qani? Menga qara, Xolin kelibdi telefon qilgan. Qani, sen telefon ko'tar ekan. Bitta gaplashgan eshitaylik ham. Menga qara, Xolin deganing, ana sochini o'stiraverar. Otasi gapirmaydi, otasi seriyoz deydi-ku. Unaqa qilsa. Qara, o'g'ay. O'zimni ham limitim вообще zarur bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Bitta kredit oladim, kafolat bera olmaysanmi? Abduqodir, sizlarning futbol o'ynayotganlaringni birdan qorinlaring olib qo'ysa, tuvalga qanday borasizlar? Abduqodir, shu Xolin uyda xaridinlar to'la bo'lsa kerak-a? Har xil narsa bo'lsa kerak-a? Ha? Borganmisan o'zi? Shu o'yin o'rtasida futbolchilar oyog'ini ushlab qoladi, bunday qilib almashtiringlar deb qolay-ki. To'g'risan shu bahona qilayotgan bo'ladi, o'zi tuvalga ketgan bo'ladi. To'g'risan. O'g'ayni qara. Ana Ittihod stadioni atrofida bir ikkita kvartira qo'yib qo'ysang, o'sha yoqqa borib o'zim qarayveradim kvartiralar qo'yibdi. Endi vaqting yo'q sen bor. Menga qara, Abduqodir, chet elda puli ko'p, boy opalar ko'p bo'lar-ku. Shular birontasini nomeri yo'qmi? Ber bir zerikkan gaplashaylik-a. Ha, Abduqodir ketyapsan. Yangi krossovkalar bo'lsa tashlab ket, barsing puling ko'p, yangi olasan herhalde. Boshna? Xo'p.